Hürmetli vatandaşlarım, işimizi devamlaştırıyoruz. Amerika Rusya dost bolsa, Prezident Trump deydi ki fakat ahmak 4 kişilerle yaman işlep pes kılıdı. Dedi mavzula haber 1. ayının 8. gün ben bir tor beti ilan kıldı. Haber mıntak baştan Prezident Trump ötken cuma günü axbarat katlamadagilarning dokolatini anlaganda, gerçi Rossiya ve Jungo qatarlıq davlatlarning Amerika hukumati va organlariga to'rbat hujumi qilganligini e'tirof qilsa-mu, lekin saylamga ta'sir ko'rsatilmadi deb ko'rsatdi. Yani bir qatam Twitterga fikir qo'yib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Rossiya bilan munosabatni yaxshilash yaxshi ish, yomon ish emas. Faqat ahmoq 4 kishilarla yomon ish deb hisoblaydi. Dunyoning masalalari yetib aşıdı. Yani bir meselenin köpeyişinin zaruriyeti yok. Men resmi vazifege oturgan iken Rusya bizni texmi hürmet kılıdı. Rusya Amerika hem kardeşi alısıla dünyada hal kılıç tegishlik ciddi mesele ve mevzularını hal kılalaydı. Rusya Amerika hem kardeşi alısıla dünyada hal kılıç tegishlik ciddi mesele ve mevzularını hal kılalaydı. Prezident Trump Jungo'ga xiris e'lon qildi. Prezident Trump Jungo'ga xiris e'lon qildi. Kechiringlar vatandoshim. Beijing qo'l yondirish iqtidori yo'q, tamtirab qoldi. Mavzuli xabar 1. ayning 8. kun Dunyo gazetida e'lon qilindi. Xabar buni van bit to'rbeti ko'chirib bossa xabar mundaq boshlanadi. Amerika'da yangi saylangan Prezident Trump Twitter'da iqlim meseleleri doğrusuz köz qarashlarını e'lon qildi. Ataqli Jungo Gumran buludu nazariyasining avtori Jang Jadun yaqinda Amerikada nashr qilingan davlat manfaati jurnalida maqola e'lon qilib, maqolada Prezident Trumpning Twitter'da maqola e'lon qilib, davlat boshqarishi diplomatiya jihati Jungoni gangirtib etdi. Qo'l yandırdıgan majali qalmadi Jungo'ning deb ko'rsatdi. Kuzatgich torbeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jang Jadun mundaq bildirdi. Jungo avval qo'l silib Amerikada yangi saylangan prezidentlarni sinab beqishga odatlanib ketgan. Burunqi Amerika prezidentlari Jungo'dan cho'chib ketgan. Lekin bu qatam Prezident Trump orqa-orqadan Jungo'ga xiris e'lon qildi. Jungo qo'l yandira olmadi. Prezident Trump tashviqotga moyirdir. Jungo Prezident Trumpga hargiz tahdid sololmaydi. Prezident Trump'ның Twitter'ı devlet boshqarish usuliga Xinhua torbeti mundaq ko'rsatdi. Diplomatiya bu çaqchaq emas. Twitter'ga bağlanıp qalmaslik kerak. Sen yoza olamsan yo'q. Sening davlat rahbarlaring shu Twitter'ga shuna maqol, shuna fikr qoldira olamdi yo'q, yoza olamdi yo'q. Sen to'g'ri gap qil. Birovning qilish qilmasligi to'g'risi gap qilma. Beijing amaldori Prezident Trump saylangandan keyin intayin chimib ketdi. Beijingning amaldorlari Prezident Trump Amerikada prezident bo'lib saylangandan keyin intayin chimib ketdi. Garchi shundaq bo'lsa-mu, Prezident Trump burunqi o'xshash Jungo'ga foydasiz siyosatlarni tuziyverdi. Jungo rahbarlarining yuqori qatlamada ba'zi kishilar faqat kutibda turyotdi. Lekin Prezident Trumpning zarbasiga javob qaytara olmaydiganligi allaqachon oshkorlandi. Çünkü ezelden her kandak bir kişi Jungo bilan bu tariqada so'zlashib baqqan emas. O'tgan ayda Prezident Trump Prezident Sayyin bilan telefonda so'zlashganda bu Jungo bu ishni hal qiladigan bir chora topolmadi. Jungo rahbarlarining g'alaba qiladigan bir taktikasi bordi. Bu rahbarlar Amerika saylamda prezident nomzodlarining Amerikaning saylamda prezident nomzodlarining Jungo to'g'risi Jungoni cheklash to'g'risi so'zlashga ruxsat qiladi. Lekin kimde biri prezident bulup saylangandan keyin Jungo derhal cevap qaytarib tangmonglikni buzatdi. Belki şu prezidentning keyingi Amerika Jungo munosabatiga muqam belgilab beradi. Sobiq prezident bosh davrda u vazifaga o'ltirib uzun o'tmay Jungo Janubiy dengizning osmonida aeroplanni so'qishtirish shakli bilan Amerika razvet aeroplanini yerga qo'ndirib oldi. Shuningdek Amerikaning g'albilik apu suratqizdi. Prezident Obama vazifege o'ltirgandan keyin Janubiy dengiz va Sariq dengiz rayonida Amerikaning qurolsiz razvet parxodlarini Jungo parxodlari parakanda qildi. Uning ichida biri og'ir zarbaga uchirdi. Bu allaqachon Amerika parxodlariga hujum qilish bo'lib hisoblandi. Asosiy qonunga asoslanganda bu ish Amerikaga hujum qilganlik bo'lib hisoblanadi.
Demek prezident boş devirde Cungo Amerika prezidentini unda sınap baktı. Prezident Obama devirde Cungo Amerika prezidentini bunda sınap baktı değil. Sabık prezident boş bilen prezident Obama hata yeteklendi. Şuna deyinken Cungo bilen kattık el işten saklandı. Cungo bilen karşılaştın koştu. Lekin prezident Trump'nın yeni rehberlik üslubu var idi deydi Jangjadın. Prezident Trump Cungo'nun özüge hücum kılışıga yol koymadı. 12. ayının 2. günü prezident Tsai Ing-wen bilen telefonda sözleşti. Prezident Trump Twitter'da yengil sözler atadı. Lekin bu sözler Cungo üçün eğer hesaplanıdı. Cungo'nun paraz dairesinden olqıp çıkıp ketken buludu. Onun üslubunun bir yaxşı tarafı var idi. Deydi Jangjadın, Amerika hücum kılışga adatlanıp kalgan Cungo amaldarlarını ciddileştirip etti. Demek Jangjadın prezident Trump'ın Twitter'ga fikir koyup, Cungo hırs ilan kılışı Xitay hükümeti hazır cevap qaytır almadı, qaytırışın mümkün emas. Bu iktidar yok. Gangırap kaldı. Cungo rehberleri cimip kaldı deydi.